xamirimiz. Qanaqa xamir bu? Bu xamirda hamma narsa tayyorlasa bo'ladi. Napoleon, slayonniy xamir. Somsa qilsa bo'ladi. Yana boshqa pishiriqlar qilsa bo'ladi. Xamirda qatlama qilsa bo'ladi. Bu xamirni yoyib o'tirmaysiz. Shunday ichiga margarinni solasiz. Suv, un bilan, tuz bilan xamir qilasiz. Slayonniy bo'lib chiqadi. Qasir bo'lib chiqadi. Biz bugun bahor kelgan munosabati bilan ko'kat bilan somsa qilyapmiz. Mador somsa bu. Ko'kat go'shtlari ham bor mana. Ko'katni nima qildilaring? O'ldirib ollaringmi, yo'qmi? To'g'radik. Keyin просто tuz, ziravorlar bilan, go'shtlar bilan aralashtirib chiqdik. Shunaqa somsa bu. Bir pishganda bu listingiz nechta sig'adi somsa? 30 ta, 35 ta sig'adi. Muhabbatxon hozir o'sha nimani xamirni ana shu aytgan xamiringizni hozir shu usulda qilishyapti. Konvert qilib taxlaymiz. Sloy bo'ladi. Sloy zo'r chiqadi. Bunaqa nima qilib? Bu xamir morozinka solib qo'ysangiz turaveradi. Oylab turaveradi. Qachon vaqt bo'lganda pishirib yurasiz. Somsa, Napoleon, turbuchka, gretskiy paxlava ham bo'ladi tajribada. Boshqa pishiriqlarga ham ishlatsa bo'ladi bu xamirni. Tuzini ko'proq solsa, somsa bo'ladi. Kamroq solsa, turetskiy paxlava ham qilsa bo'ladi bundan. Rogalikiga bo'ladimi? Kurasanga bo'ladi. Kurasan. İçida droje yo'q-ku buni? Droje yo'q, endi kurasan. Sloy bo'lib chiqadi-ku. Kurasan bo'lib chiqadi. Endi pishganda ko'ramiz ekanda.